Assalomu alaykum qizlar. Bugun menda foydali taom retsepti. 4 dona kartoshkani tyorkadan chiqaramiz. 3 dona tuxum oq va sarig'ini qo'shamiz. To'g'ralgan sir, to'g'ralgan ko'katlarni solib aralashtirib, duxovka listiga joylab, duxovkaga yuboramiz. Tayyor bo'lguncha nachinka tayyorlaymiz. Tovuq filesini farsh holatiga keltirib olamiz. Tavoni qizdirib, yog' solib, qizigan tovada piyoz va tovuq farshini qovurib olamiz. Ketidan qizil va ko'k bolgariskilarni solib qovuramiz, tomat qo'shamiz va ziravor, tuz solib yana qovuramiz. Ozgina ketidan suv solib tavo ustini yopib damlab qo'yamiz. Tayyor bo'lguncha duxovka listidagi testimizni olib, mana shunaqa folgasi bilan qo'shib o'rab qo'yamiz. 5-10 minut turganidan keyin tayyor bo'lgan nachinkamiz bilan test ichini to'ldirib, yana qaytadan mana shunaqa rulet holatida folgasidan ajratib olib o'rab qo'yamiz. Ustidan tyorkadan chiqarilgan sirni solib, yana qaytarib 1-2 minutga duxovkaga yuborsak, mana shunaqa chiroyli va mazali rulet shaklidagi taomimiz tayyor bo'ladi. Tomosha uchun kattakon rahmat. Sizlardan like, podpiska va kommentariya kutib qolaman.